Hurmatli otam va onam, ehtirom ila sizdan gapirishga ruxsat so'rayman. Ruxsat. Men bu saroyda yolg'iz o'smoqdadurman. Menga sirdosh bo'ladigan hamrohim bo'lishini xohlayotirman. Ont ichib aytamanki, men ham ukali bo'lishga loyiqdurman. Siz bu haqida qanday fikrdasiz? Bolani mana xohlayapti. U kichik ukacha so'rayapti. Biz hozir buni ep ko'ra olamizmi? Menga aytchi o'g'lim, kichik ukachalar qanday paydo bo'lishadi? Ertaklarda yozilgani kabi oppoq laylak tashlab ketadi albatta. Ko'rinib turibdiki, o'g'limiz g'irt to'poy ekan. Aslida bu narsalar haqida tushuntirish sizning zimmangizda. Buni baribir yaxshi joyi yo'q. Sen bilan yotmaganimizga yillar bo'lib ketdi. Shamshiringiz hech bo'lmasa barmog'imcha bo'lganda edi. Balki Mohir askar xanjari ritsar qilichidan ham samaraliroq bilsan. Mohir askar xanjari? Shuning uchun shunaqa sekinmi deysiz? Sen turmush qurmasimizdan oldin razmerimni bilarding. Ukacha qilib berasizlarmi, yo'qmi? Biz talablaringni eshitdik va senga kuchukcha olib berishga qaror qildik. Nima bilyapti? So'kinma. Kuchukchani ko'timga tiqamanmi? Ko'tingni qismog'ing joyiz.